Davom etamiz. Buxoro shahrining Olimxo'jayev mahallasida milliy an'analar va zamonaviy infratuzilma uyg'unlashgan tunu kun faoliyat yurituvchi yangi gastronomik ko'cha o'z ishini boshladi. Ushbu loyiha viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan amalga oshirilib, buning uchun mahalliy budjetdan 7,2 milliard so'm, tadbirkor va homiylar tomonidan esa 8,7 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Buxoro shahrining Olimxo'jayev mahallasida milliy an'analar va zamonaviy infratuzilma uyg'unlashgan tunu kun faoliyat yurituvchi yangi gastronomik ko'cha o'z ishini boshladi. Ushbu loyiha viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan amalga oshirilib, mahalliy budjetdan 7,2 milliard so'm, tadbirkor va homiylar tomonidan esa 8,7 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Loyiha doirasida mazkur ko'chada 90 ga yaqin tadbirkorlik subyektlarining faoliyati kengaytirildi. Natijada nafaqat mahalla, balki butun shahar iqtisodiy salohiyatining oshishiga xizmat qiluvchi yangi ish o'rinlari yaratildi. Tadbirkorlik binolarining birinchi qavatlarida kafelar, restoranlar hamda street food shoxobchalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, hudud infratuzilmasini yaxshilash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi gastronomik ko'chaning ramziy ochilishi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda davlatimiz rahbari tomonidan mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilayotgan e'tibor alohida ahamiyat kasb etayotganini ta'kidladi. 24/7 rejimida faoliyat yurituvchi gastronomik ko'chalar shaharlarning sayyohlik jozibadorligini oshirish, aholining bandligini ta'minlash va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan kelgusida har bir shahar va tuman markazlarida shunday namunaviy ko'chalarni tashkil etish rejalashtirayotgani ma'lum qilindi. Ushbu ko'cha xalqimizni yanada xush kayfiyatiga kayfiyat ulashadi, yanada ko'tarinkilik ulashadi. O'ylaymizki, shahrimizga mana shunaqangi ko'chalar yarashadi. Yana bir bor yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Tadbir davomida ishtirokchilar ko'chada yaratilgan sharoitlar, tadbirkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda infratuzilma obyektlari bilan tanishdilar. Ochilish marosimi bayramona konsert dasturi bilan yakunlandi.